Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, boshqalarni emas, o'z gunohingizni ko'rishga mashg'ul qilib qo'yadi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, namozda xushu qiladigan, qalbi taskin topadigan qilib qo'yadi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, o'zidan yalinib so'rashingiz uchun musibat beradi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, Qur'on o'qish chog'ida ko'zingizni yoshlantirib qo'yadi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, qalbingiz faqat Allohning zikri ila orom topadigan qilib qo'yadi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, xatoyingizga yig'lashga va tavba qilishga mashg'ul qilib qo'yadi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, sizni tahajjudga muhabbatli qilib qo'yadi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, o'ziga oshiq qilib qo'yadi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, duoda so'raganingizni emas, xayrli bo'lganini nasib qiladi.